Xo'p, assalomu alaykum. 4-mavzuyimiz xazon-rezgilik. Xazon-rezgilik mavzusida 11 ta ma'lumot bor. Xo'p, birinchisi kuzda kunning va tunning vaqtini bir teng keladigan kuni bu 23-sentyabr hisoblanadi. 23-sentyabr kun va tunning bir kunda kelishi, bir xil vaqtda kelishi. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga qishda ham gullayveradigan o'simliklar turi berilgan. Ular qishda ham gullayveradigan o'simliklar. Ularni ham ikki guruhga bo'lib bergan, ya'ni yovvoyi hamda madaniy. Yovvoyi turiga 4 ta o'simlikni bergan misol qilib. Ular birinchisi zukturum, ikkinchisi oqo't, uchinchisi sachratqi, to'rtinchisi qo'ypechak. Xo'p, endi madaniylariga 3 xil turi berilgan. Ular atirgul, 2 xrizantema va uchinchisi kartoshka gul. Xo'p, uchinchi ma'lumot. Xo'p, kuzda ham barglari ochilib, ham mevalari yetiladigan o'simliklarning turi berilgan ikkita. Misol uchun, birinchisi ituzum. Ituzum o'simligini kuzda mevalari yetilib pishsa ham shoxlarining uch qismida gullari ochilib turaveradi. Ikkinchisi g'o'za. G'o'zani ham pastki shoxlarida ko'saklari yetilib, uch shoxlarida gullari ochilib turaveradi. To'rtinchi ma'lumot. Kuzda erta barglari to'kilib ketadigan o'simliklar turi berilgan. Ular 7 ta. Kuzda erta to'kiladi. Xo'p, ularga birinchisi jiyda, ikkinchisi akatsiya, uchinchisi bodom, to'rtinchisi zarang, beshinchisi terak, oltinchisi tikan daraxt va yettinchisi aylant. Xo'p, 5-ma'lumot. Kuzda uzoq muddat yashil rangini saqlab turadigan o'simliklar. Yashil rangini saqlaydigan o'simliklarga 3 ta o'simlik turi berilgan. 3 ta. Birinchisi namatak, 2 ligistrum, uchinchisi atirgul. Xo'p, 6-ma'lumot. Qishda ham, qish kelsa ham barglarini to'kmaydigan o'simliklar. Qishda ham bargi to'kilmaydi. Ularga 2 ta o'simlik turi berilgan. Ular ligistrum va shamshod. Xo'p, 7-ma'lumot. Kuzda o'simliklarning bargini rangi sarg'ayishini sababi. Unga qisqa qilib aytib o'tib ketamiz. 7-ma'lumot. Kuzda quyosh nuri yetib kelishligi kamayganligi sababli, sovuq tushib qolganligi sababli ildizning so'ruvchanligi, ya'ni ildizdagi so'ruvchi tuklarning faoliyati pastlik to'xtab qoladi. Shu sababli daraxtning boshqa organlariga suv va mineral tuzlar fotosintez jarayoni orqali keladigan organizmlar to'xtab qolganligi sababli, qisqa qilib aytganda yemish yemay qolganligi sababli barglarda yashil rangini berib turuvchi xloroplastlar xromoplastlarga aylanadi. Shuni sababidan barglar sarg'ayadi. Xloroplastlar
xromoplastlarga aylanadi. Xo'p, 8-ma'lumot. Yana shunday o'simliklar bor. Ularni barglari qor tagida qishlab, bahor kelganda yana o'sishda davom etadigan o'simliklar. Ularga 5 ta o'simlik turi berilgan. Qishda barglari qor tagida 5 ta o'simlik. Birinchisi bug'doy. Ikkinchisi gulxayri. Uchinchisi jarja. To'rtinchisi qurttana. Va beshinchisi oqo't. Xo'p, 9-ma'lumot. Xo'p, barglari o'simliklarning barglarining to'kilishidan organizmga nima foyda? Xo'p, qishda o'simliklarning bargi to'kilgandan keyin suv bug'latish to'xtaydi hamda fotosintez jarayoni tugab qolganligi sababli ozuqa to'xtab, suv bug'latish kamayadi va shu barglarni to'kib yuborishi orqali o'simliklar o'zidagi tanasidagi bor zaharlarni chiqarib tashlaydi. Barg to'kilishi foydasi zaharlarni chiqarib tashlaydi. Va suv bug'latishdan to'xtaydi. Qishda ozuqa bo'lmaganligi sababli o'zida suvni zaxira qilib tinim davriga o'tadi. Shu sababli suv bug'latmaydi. Xo'p, 10-ma'lumot. 10-ma'lumot o'simliklarni shunday turlari bor. Barglari qishda ham yashil rangini yo'qotmaydi. Ular 4 ta o'simlik turi berilgan. Qishda ham hosil bo'laveradi yana va yashil rangini yo'qotmaydi. Ularda 4 ta tur berilgan. Qarag'ay, ikkinchisi qora qarag'ay, uchinchisi shamshod, to'rtinchisi archa. Va oxirgi 11-ma'lumot. Misol keltirib aytgan, yashil rangini yo'qotmasligini sababi bu daraxtlarni, chunki barglarini o'sha qish davomida ham almashtirib turadi. Yil bo'yi ular bargini to'kib almashtirib turganligi sababli ular doimo yashil ko'rinadigan daraxtlar. Ular shamshod va archa. Xo'p, hazon ezgilik mavzusida berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.